Otni ichi. Hop, bu otni ichi, bunimiz narxi o'rtacha 17-20 ming atrofida. Kelinglar, sizlarga polni go'shtlarimiz narxlarini tanishtirib o'taman. Narxlarga keladigan bo'lsak, bu yerda mana asxob go'shtlarimiz, stek go'shtlarimiz narxlari o'sha 125 ming so'mdan. Bu yerda mana qazimiz ham xudo xohlasa juda ham zo'r chiqyapti, 260 ming so'mdan. Bu yerda postumbar ruletimiz 220 ming so'm. Bu yerda spar ruletimiz 240 ming so'm. Achchiq go'shtlarimiz ham 240 ming so'mdan. Xo'p, tillarimiz pishgan til. Buni narxi ishpilidagi 210 ming so'mdan. Bu yerda xom tilimiz bor. Xudo xohlasa orqasida bezlari yo'q, go'shtlari katta emas. Oshiqcha bezli go'shtlari katta emas. Bunimizning narxi xo'p 98 ming so'mdan. Xo'p, bu yerda damashniy uyda tovuqlari, uyda tovuq deganda bruller tovuqi, lekin uyda so'yilgan. Bunimizni 1 kilosi 55 ming so'mdan. Xo'p, bu yerda pishgan til, shu turishi 75 ming so'm, 1 kilosi taxminan 150 mingga to'g'ri keladi. Bu yerda mastavobob qiymalarimiz narxi 120 ming so'mdan go'sht, keyin o'zini ozgina yog'i bor xolos. Qo'shimchalik tovuq go'shti, non, pon bu narsalar qo'shilmagan. Ziravorlar qo'shilgan, tovuqlar qo'shilmagan tovuq go'shti. Bu yerda mana o'sha mashhur otni ichi degan go'shtimiz, bunimizning narxi 60 ming so'm. O'rtacha mana shu bittasi 17 ming, 20 ming kelyapti. Xo'p, bu yerda quvvatdorimiz, bunimizning narxi necha pulga? 210 ming so'm. Xo'p, bu yerda yantoq asalimiz 110 ming so'mdan. Bu yerda paxta asali 110 ming so'mdan. Xo'p, grechka asali 90 ming so'm. Toq qirg'izda asali 140 ming so'mdan. Bu yerda baxmalda asali. Baxmal asalimiz 120 ming so'm. Steklar narxini aytdik 125 ming so'mdan. Xuddi shu stek go'shtimizni lahm holati 149 ming so'mdan. Bu yerda mana qo'chqor dunda narxi 140 ming so'm. Bu yerda qiymalarimiz hop 110 ming so'mdan. Guruchlarimiz bor. Mag'zi rosa ham zo'r, oshini rosa zo'r chiqdi deb kelishyapti. Lazr guruchlarimizni narxi buni 20 ming so'm. Devzira guruchlarimiz bor. Devzira guruchlarimiz narxi 90 ming so'm. Bu yerda mana paxtabod alangalar, bular narxi 15 ming so'm. Bu yerda mastavobob guruchlarimiz 13 ming so'm. Kimga shunaqangi sifati a'lo darajada, lekin narxi arzon mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, biz asxob do'konimizga kelaverasizlar. Hammalaringizni kutib qolamiz. Rahmat e'tibor uchun.